Uchqunaga, Yunusobod Zenit zavodni bilasizlar. Zenit Tanovardan bir 5-600 metr yursanglar, yangi poliklinika yetmasdan 10 qo'llik mahalla shu yerda. Hop, 6,5 sotuv. Hop, 19 fasad, uzunligi 34. Birinchi qavat proyektini mana qurib qo'yishgan, telardi, podval bilan 2 etaj high-tech qilib o'zi mo'ljallangan. Juda bir chiroyli proyektlarda qilingan. Mana hozir ko'rib turganingizdek. Xullas, suv, gaz, svet hamma narsa bor. Kanalizatsiya va antigacha bir ko'lab olib kelib qo'yilgan. Bu yog'ini tortorsa bo'ladi. Hozir ishlarini qisqacha tushuntiraman. Bunichi, hop, kelganingizda o'z ko'zingiz bilan ko'rganingiz yaxshi, lekin men qisqacha tushuntiraman. Mana bu xollga mo'ljallagan. Mana bu yoq oshxona, mana bu yoqda zal, sanuzil, mana spalni, yo'lagi naryoqda xollni ko'rgan bo'lsangiz, katta xo'li yo'laklari bilan. Hop, tepada ham bir 4 ta 5 ta, mana pishgan g'ishtlarni yaxshisi, podvallar, telari podval. Ana 16-17 ta almatro, xullas o'zi uchun qilinayotgan joy ozgina pulga zarurat bo'lib qolgan. Hop, narxini 230 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bor. 6,5 sotuv. Mahalla zo'r joylar. Hop, pastki nomerga aloqaga chiqinglar, tamom.